Kimdir telefon qilyapti. Janob mer. Assalomu alaykum janob mer. Nima gap? Nimaga telefon qilyapsiz? Ey Lukas, bizni qishlog'imizga Abduqodir Husanov kelar ekan. Shunga tez meni oldimga kelgin, men senga hamma narsani tushuntirib eshitib beraman, sen uni qilishing kerak. O'chirib qo'ydi. Mayli. Hammaga salom, men sizlar bilan Lukas. Mening yangina videoimga xush kelibsizlar. Bugun mer ertalabdan menga telefon qilib, qishlog'imizga Husanov keladi deb nima dedi. Mayli, bir merning uyiga borib ko'raylikchi. Qani nima deyarkin? Janob mer uyini eshigi ochiq. Janob mer, ochib qo'ydi. Ey Lukas, senga aytdim-ku telefonda, qaroqchi qishlog'imizga Abduqodir Husanov kelar ekan. Abduqodir Husanov, kompyuterlarni qo'yibsiz. Nima qilish kerak? Qara, yoningda bitta quti bor, shunda ichida narsalar bor. Bumi? Shu ichidagi narsalarni olib, uni uyiga berib, uyini ichini bezatib ber. Mayli, siznikiga o'xshash uy qilib beraymi shunaqa? Xuddi shunaqa qilib berishing kerak. Unda qaysi uy? Chapdagi uy. Chapdagi siznikiga o'xshagan uy. Unda okey, mayli. Men hozir uni mayli oyligini berasizmi yo shart emas? Abduqodir Husanov meni reklama qilib bersa bo'ldi. Yo Minecraft bug bo'lyapti, qo'tyapti. Mayli. Qani unda hozir men bu menimcha bumi? Yo bumas. Bumi? Yo. Bunisi bo'lsa kerak. Mana merning uyiga o'xshash. Shunga unda shuni uy qilib beramiz. Qani bezatib beramiz. Janob merning uyi bunaqa. Qani svet yonarmikin buni? Nimadirlar bor ekan bu uyda. Qani svet ishlarmikin? Ishladi. Unda nimaga bu g'alati turibdimi yoki mening ko'zimga shunaqa tuyulyaptimi? Yo. Bu nimaga kerak? Bu nimaga kerak? 2 marta aytdimmi? Qaroqchi, mayli. Unda uyni qurishni boshlayman. Bu yerda oldin qishloqda yashagan shekilli. Unda mana ishladi. Unda nima birinchi qayerdan boshlaymiz? Mayli, merning uyiga o'xshashlik qo'yamiz. Nima qaroqchi, buni bu blogdan shunaqa edi. Qani bu yerga qo'yib chiqamiz. Keyin bu yerdan bu yerga yana qo'yamiz. Menga janob mer eshigini bermabdi. Men unda qanday qilaman eshigini bermasa? Mayli. Unda bu yerga qo'ysak, bu yer yorug'i bo'lib qolar ekan. Bu yerda yo'q. Mayli, uni Husanov o'zi qilib qo'yadi. Endi buni kompyuterlarni qo'yib chiqamiz. Ana bu yerga hozir bu narsadan qo'yamiz. Qani qo'yal. Minecraft qo'tyapti. Bilasizlar, Minecraft shunaqa modlar bilan bug bo'ladi. Mayli, bu yerga qo'yib qo'yamiz. Nimaga qaroqchi, bu yerga Wi-Fi. Endi eng asosiysi bu gamerskiy kreslo. Sizlar eshitganmisiz Husanov Minecraft o'ynashini? Men endi birinchi marta eshityapman. Husanov qishlog'imizga kelar ekan. Unda mayli. Menga yarashar ekan bunaqa gamerskiy yanada o'tirish kompyuterda. Mayli, endi bu yer qurilib bo'ldi. Bu yerga narsani qo'yib bo'ldim. Endi bu yerga yotadigan bu yer mayli, narsalarni olib turaylik, keyin qurib chiqamiz. Bu keraksiz narsalarni olib qo'yamiz. Qani ana. Unda hozir buni bu yerga qo'ysak yaxshi. Endi bu kalitni bu yerga solib qo'yamiz. Mana solib qo'ydik. Endi bunisini qayerga qo'ysak ekan? Nimaga? Janob mer ikkitaning o'rniga bitta beribdi-ku bundan. Bittada xunuk turadi. Mayli. Mana qaranglar, g'alati turibdi. Unda qayerga qo'ysak normalniy bo'ladi. Mayli, shu yerga qo'yib qo'yaveramiz. Keyin o'zi nimadir qilib oladi. Qaroqchi, unda bu yerga qayerga hozir Minecraft yana qo'tyapti. Oldin bunaqa qo'tmasdi. Shu kameraga zapisni yo'qsam shunaqa qo'tishni boshlaydi. Mayli, bu yerga xolodilnikni qo'yib qo'yamiz. Muzlatgich, ya'ni
Bu yerga yonma-yon bundan ham bitta beribdi. Bu mer merga pulni kam bergandir. Ha, mayli. Unda bunisini tepaga qo'yib qo'yamiz. Yaxshi. Endi men hozir Abduqodir Husanovga telefon qilaman. Janob mer menga nomerini Telegramdan yozib yubordi. Unda hozir bu normalniy. Endi do'stlar, endi hozir janob merning oldiga borib Husanovga telefon qilib ko'ramiz. Qani let's go. Unda kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Unda mayli go. Oy, bug bo'lyapti. Ko'rdinglarmi mana? Mana bu yerni yopib qo'ydik. Endi janob mer oldiga borib, hozir Husanovga telefon qilaman. Janob mer bu yerda yonma-yon. Qaror mayli. Qani? Assalomu alaykum Husanov. Siz bizni 67-qishlog'iga kelyapsizmi? Ha, hozir kelyapman. Ha, unda tezroq keling. Ha, hop. Ha, mana janob mer Husanov kelayotgan ekan. Rostdan, ha. Men unga telefon qildim. U ha hozir ketyapman dedi. Ha, unda tezroq kelaversin. Men uni kutib qoldim. Unga bir ikkita savollarim bor. Ha, unda yaxshi. Unda men hozir Husanov kelguncha kamerani o'chirib turaman. Do'stlar, hozir uyimdan bir dam olaman. Do'stlar, mana sizlarga pul. Men Mr. Beastman. Mana olinglar sizlarga pul. Mayli. Janob mer shunaqa deng. Ha, Husanov kelayotgan ekanmikin? Bilmayman. Ha, unda menimcha kelayotgan. Mayli, siz oldingizga o'tirib olay. Husanov kelsa shu yerda. Husanov keldi, Husanov. Mana. Assalomu alaykum Husanov. Yo, assalomu alaykum. Nima gap? Janob mer, yaxshimisiz? Meni uyim tayyormi? Ha, tayyor. Birinchi ishga qandaysan? Yaxshi Husanov. Hozir men sizga uyingizni ko'rsatib boraman. Keling. Birinchi ishga hozir ketyapman. Kartoshka. O'zinasan, men shunaqa gapiraman. Mayli, keling. Siz menga reklama qilib bersangiz bo'ldi. Mana bu uy sizniki. Qochib turdi. Qanday qilib kirib ketdingiz? Mayli. Bu yerda meni kompyuterim turibdi. Yaxshi bo'ladi. Bu uy yo'qdi menga. Endi bu tarafini ko'rsak, qani? Urma. Mayli, uzr tegib ketdi. Ha, mayli. Bu yer yaxshi. Mayli, birinchiga menga uy yo'qda, hozir ko'chaga chiqolaylik, senga pulni beraman. Yo'q, menga pul shart emas. Ol. Senga mayli, men roziman. Ha, mayli. Mana oling ikkitasini, menga joy uncha ko'p kerak emas. Yo'q. Ha, mayli. Men hozir uyimga kirib birpas kompyuterimni o'ynab o'tiraman. Mayli. Do'stlar, hammaga xayr. Men sizlar bilan Lukas bo'ldim. Meni videomga like bosinglar.